YouTube'dagi obunachilar, kuzatuvchilar, Xitoydan hozir sochiqlarimiz keldi. 10 xildan ortiq ko'rinishda. Bunaqa qulub naylilar deysizlarmi, oq qushlik, mayda barg, bunaqa svetnoylar, katta barg, boshqa har xillari mana. Bunaqalar deysizlarmi? Bular narxi qanaqadan ekan desanglar, 11 mingdan optim narxlarda donaga ham shunaqa qilib beraveramiz. Bitta pachkasida 20 ta bo'ladi, 220 ming. Manzilimiz Andijon Shahrixonida. Katta ob'yomda olaman deganlar ham aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomer qoldirib qo'yamiz. Asosan ko'proq sotuvchilar keyin sarpoga olib ketishadi. Bu salfetka sochiqlar. Mana bular ham bir yangilik, juda chiroyli, ko'ringlar. Bunisi ham endi keldi, bu ham endi keldi. Bulardan sotganmiz. Bu ham yangilik narsa. Bularimiz ham 11 ming so'mdan, pachkasida 20 ta bo'ladi, 220 ming. Endi bu sochiqlarimiz yangilik sochiqlar. Ochib hozir ko'rsatamiz. Juda ham chiroyli, katta sochiqlar. Bular ham yangi keldi, hammasi mashinalar yangilik. Bu mana bunisidan sotganmiz, keyin bunisidan sotganmiz. Bunisi ham yangilik. Mana bunaqasini ham ochib ko'rsataman sizlarga. Ayniqsa mashinasi vobshe yangilik, popiklik. Ko'rishingiz mumkin. Kattagina sochiq zo'r. Bularimiz narxi 80 mingdan mana shu bitta pachkasi. Bunaqa sauna sochiqimiz kutayotganlar bordi, bulardan keldi. Bularimiz 120 mingdan rosa katta bo'ladi, bu sochiqlarimiz. Bu yoqda pastellar bor, brand deysizlarmi, dantellar, Vivi, Ango hammasidan bor. Ko'raverasizlar, bir kishiliklar. Bu yoqda harb olishlar bor, originallari. Dasturxonlar, piletlar, yozgilar deysizlarmi, qishgilar hammasidan bor. Bu yoqda sochiqlarimiz ham naburlari bor. Hermenslardan yetarlicha chaqirib qo'yganmiz, xudo xolasa bor. Bularimiz nabori 600 ming so'm bo'ladi. Ya'ni 6 ta 100, 6 ta hammom. Ya'ni banli sochiq. Shunisi ham eng so'nggi modeldagisi. Hermensdan ham keyin chiqqan kerak bo'lsa. Bu tovuslardan sotganmiz, yana ko'pchilik so'rashyapti, olib kelyapti. Bu ham zo'r, bu ham bir o'zgacha. Hermens endi alohida mavzu. Dasturxonlarimiz ham hamma turidan bor. Hozirgi aytayotgan sauna sochig'imiz mashinadan suvni zo'r emadi. O'zimiz ham 4-5 yildan beri sinab kelyapmiz, ishlatib. Juda ham zo'r sifatlar. Bunaqa chiroyli bezali dasturxonlar ham 180 dan boshlab 410 gacha bor razmerlari. Bu yoqda mana baklashkalar deysizlarmi? Hamma yoq bor. Nima kerak bo'lsa, aytaverasizlar, O'zbekistonda hamma joyga chiqarib beramiz. Manzilda yana qaytarib o'tamiz, Andijonda Shahrixonida. Pochta, taksilar orqali hamma joyga yetkazib beramiz. Letniylarda ham vobshe zo'rlari bor. Bu yil shunaqa kataylar ham rosa trendga chiqyapti. Bir kishiliklar. Pastda nomer qoldiramiz. O'sha nomerga Telegramdan yozib gruppalarni tashinglar yo gruppaga qo'shib qo'yingsizlar, Telegram gruppamizga ham qo'shib qo'yamiz. Shahrixon Optim Pastel deb. Bemalol biz Xitoyga borsak, Xitoydagi videolarimizni ko'raverasizlar yoki bo'lmasam bu yerda sotuvlarimizni ko'raverasizlar. Har haftada yangiliklarimiz kelaveradi Xitoydan. Oq qush parko'rpalar, nabor parko'rpalar, bular chiroyliligini qaranglar, nima deyapti. Bunaqa parba olishlarimiz bor. Bir jupi 200 mingdan bularimiz. Afsi sifati zo'r. Bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Ko'raverasizlar. Toza paxtaliklari ham bor mana. Har xil ko'rinishdagilari bor. Mana bunaqa bobonlarimiz bor. Mana shu ham polni nabor. Nabor parko'rpalar. Bu ham vobshe chiroyli narsa. Xizmatlardamiz, xudo xolasa ertalabki 8:00 dan 22:00 gacha Optim Pastel do'konimiz ochiq. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari bu yerda sovunlar, shampunlar, polni Xitoyda parfyum narsalari ham bor. Sotuvchilar bemalol aloqaga chiqaverasizlar, narxlarimiz juda ham zo'r. Eng asosiysi sifat juda ham a'lo darajada.